Salamatsızlar bu urmatlı mugallimler. Hazır men sizlerge online test tüzүү jönünde kıskaça aytıp berem. Sebebi online test okuwçular menen bolgon kaytarım baylanışta jakşı effekt beret. Online testi kaalagan mugallim kaalagan predmet boyunca tuzup paydalansa bolot. Testi kompüter menen de telefon menen de tüzse bolot. Online testi tüzүү üçün Google Chrome'ga kiremiz. Poisk'e video urok dep yazabız. Andan birincisi video urok ve internet sayt dilya учителей degendi tandaybız. Bu saytqa kirgenden keyin birinci bolup registrasiyadan ötüp kattalışınız gerek. Eğer registrasiya bolbosoňuz lichni kabinet açılbayt. Men registrasiya bolgonmun, oşonduktan lichni kabinet açılıp turat. Lichni kabinetke kirip moи разработки degendi tandaybız. Testi. Bul jerde men tüzgön testler turat. Жаңы test tüzүү üçün sozdayt test degendi basabız. Birinci kadam informasiya o testi. Avtor testa degen jerine familiya atı jönüňizdi жазасыз. Bulla yok. Adı jon. Predmet. Bardyk predmetler bar. Gerektüsün tandaybız. Klas. Klas tandaybız. Учебник. Şul predmet boyunca şu klaska bere turgan kitepler çıgat. Kalasak tandayız, kalasak oşol boydan kaldırıp koyabız. Zaголовок. Bul jerge testin temasyny жазıp koyabız. Misal üçün informatika. Описание. Bul jerge tuzup jatkan testimiz jönünde kıskaça münözдөbө жазabız. 50 simvoldan az bolboşu gerek. Misal üçün Python programlama dili boyunca ötülgöndürdü. Настройка теста. Sistema oценки. Bağlı sistemeler. Bu yerde bağlı sistemeler berilgen. Biz negizinden 5 baldık sisteminin işlegenimiz için 5 baldık sistemini belgileyimiz. Порядок заданий, порядок вариантов. Meseleler tartibi, variantlar tartibi. Oşol boydan kaldırıp koysak olur. Vakt. 10 minut vakt berilgen. Siz tuzup jatkan materialınızdan orje jеңилдигине karab vaqtты özgörtüşüňiz mümkün. Список вопросов. Bul jerde okuwçy test atkarıp jatkanda terezenin sol jagында bardyk soralar görünüp turat. Kalasak öçürüp koyabız. Просмотр ошибок. Okuwçy test atkarıp bütkönden soň getirgen katalaryny görsetip beret. Testi nastroyka kılıp aldık. Eğim test tüzüğünü başlayыбыз. Bul jerge testin surosunu жазabыз. Suretde, formula, simvollardı da koysa bolot. Birinci. Python programlama dilinin negiz döküsü kim? Surosunu жазып aldık. Eğimi variantlarda yazarız. Birinci variant. Divido one olsun.
ikinci variant Bill Gates, üçüncü variant Blaise Pascal. Bu yerde 3 ta variant berilgan. Egerde siz variantlardı qo'shmoqchi bo'lsangiz, добавить variant deganni tanlaysiz. Variantlardı yazıp bitgandan so'ng to'g'ri variantni belgilab qo'yish kerak. Andan keyin сохранить вопрос. İkinci so'rovni yozuv uchun добавить вопрос. Input operatori qanday xizmat atqaradi? Variantlari: natijani chiqarat, o'zgarmani kirit, şartı tekşiret. To'g'ri variant belgilaymiz. Saqlanib вопрос. Shunday qilib testni tuzib ketaveramiz. Endi tuzgan testingizni qayerdan ko'rsak bo'ladi? Al uchun личный kabinetga kirib test deganni tanlaymiz. Buna biz hozir tuzgan test. O'quvchiga buni qanday jo'natamiz? Al uchun shu tuzgan testingizdan razdar test deganni bosamiz. Test jo'nida ma'lumot ochildi. Testning nomeri jana testning shiltemasi ochildi. Ushul shiltemani o'quvchiga jo'natamiz. O'quvchi ushul shiltemaga bosib testga kirib testni atqaradi. Misal uchun ko'raylik, o'quvchiga qanday ko'rinishda chiqadi. Al uchun prойти test deganga kiramiz. O'quvchiga shunday ko'rinishda ochiladi. O'quvchi familiyasini kiritadi, atini kiritadi, klassini yozadi, начать test deganda bosadi. Ochildi. Birinchi so'rov: Python programmalar tilining negizlovchisi kim? Javob variantlari turadi: Gvido van Rossum, Bill Gates, Blaise Pascal. To'g'ri javobni belgilaydi. Сохранить. İkinci so'rov ochildi. Input operatori qanday xizmat atqaradi? Natijani chiqaradi, o'zgarmani kiritadi, shartni tekshiradi. To'g'ri javobni belgilaydi, сохранить. Testni barliq so'rovlarga javob berib bitgandan keyin o'zi avtomatik turda birinchi so'rovga kelib qoladi. Bu yerdan завершить test deganni bosadi. Mana o'quvchi atqarib o'tdi. Bahasi 5, barlig'i to'g'ri, to'ptagan ballari rezultat. Biz o'quvchini atqarib jatganini qayerdan ko'ramiz? Al uchun Oshol testdan rezultati все deganni tanlaymiz. Mana o'quvchilarning atqarganligi jo'nida to'liq ma'lumot chiqadi. Biz bunu xohlasak printer orqali pechat qilib chiqarib olishimiz mumkin. Mana shunday qilib o'quvchilar menen qaytarim baylanish uchun effektivli bo'lgan onlayn testni siz dag'i foydalanib ko'ring. Ko'ngil burg'aningizlar uchun cho'ng